Hammaga salom. Men bitta klientim bor. Uzoqlarda mashlarni olib keladi. Bilmayman, pul berib olib keladi. Bilmayman, sotib oladi yana. Zo'r deydi. Nima qilasan unisidan zo'r desang men tushunmaysan. Men bilmayman bu nimasi bor ekan. Buni turishini qara. Quruq temir bu. Taxta bo'lsa, eski taxta bo'lsa. Nimasi zo'r buni? Nimasi zo'r? Faqat shunaqa narsalar beradi. Hozir yana uzoqqa borib 5 ming, 10 ming berib olib tashlayman bir joyga. Adamga tortib yuradi. Nimasi zo'r buni? Biladiganlar bo'lsa, mumkin men bilmayotgandirman, biroq yaxshi narsasi bordir. Yozib yuboringlar-chi. Lekin men uchun bir tiyinga qimmat narsalar, ishona o'zinglar. Undan xunuk narsa yobbani, buni turishini qara. Eski narsa bo'ldi. Onada hozir qanaqa narsalar bor hozir. Qanday zo'rlari chiqqan hozir deylar. Просто men tushunmayman. Короче, bilganlar bo'lsa buni yozib yuboringlar, onasini ham. Nima bu?